Hurmatli obunachilar, kun kech bo'lishiga qaramasdan mana Albaraka do'konining chinorlari juda ham arzon narxda beryaptilar ekan. Chunki do'konga bitava texnika tiqishmoqchi, hozir qaytadan remont bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana sizga tashlangan. Mana shu ko'rib turgan hamma narsalaringni o'zini narxidan ham arzon narxga berib yuborishmoqchi. Pastda telefon raqamini yozib qoldiramiz. Agar kelishga imkoniyat bo'lmasa, bemalol telefon qilib so'rab olishlaringiz ham mumkin. Telegramdan rasmlarni tashlab sizlarga ma'lumot berishadi. Istakkan hamma narsa. Skidka narxdan ham arzon narx deyishyapti. Mana ular 5000 so'm. Xitoyda ham yo'q bunaqa narx deyishyapti, xudo xolasa. Endi maqsad magazinni bo'shatish. Narxiga bu qimmat kelgan, bu arzon kelgan degan joyi yo'q. Hammasini o'zim puldan past qilib, tugatib olib, magazin ko'rib turibsizlar ahvolni, remont bo'lyapti, yangilanish, magazinni bo'shatib, boshqamoqchi. Xullas, hamma narsa o'zim puldan past. Kimga do'stov kerak, kimga Hammasi o'zimdan mana past narxlarda. Endi Albarakani bilganmilar. Do'stlar, menga qarab qoling. Mana shu narsalarning hammasi skidka narxida berishmoqchi. Ulgurib qolinglar.